Assalomu alaykum. Mani ismim Solihov Nusratillo. Men Samarqand viloyatining Urgut tumanida joylashgan Eksklyuziv Xostroy magazinida ish faoliyati rug'zaman. Bizning do'kon asosan ulgurji va chakana savdo bilan shug'ullanadi. Sklatimizda qancha mahsulot borligini bilmasdik. Nimalar asatkalarimiz bor, qayerda yotibdi, nima bo'lgan, qancha sotganmiz, u narsalarni bilmasdik. Hamma narsa rushnoy edi. Rushnoy qog'ozga yozardik, kelganlarini ham, ketganlarini ham, sotganlarimizni ham, keyin xo'jayinga narxlatishga o'zimizni bilmaydigan narxlarimiz bo'lardi. Xo'jayinga olib borib narxlatib kelardik. Xo'jayinning oldiga borardik. Narxini chiqarib bering. Biz qiynalyapmiz degan joylarimizga yechimimizni qilib bergan Hipo. Yaxshi. Mana tizimni o'rnatdinglar. Keyin sizlarga qanchalik qulaylik berdi? Keyin qanaqa afzalliklar berdi? Keyin savdolar qanchalik tezlashishiga sababchi bo'ldi? Shu haqida aytib bersangiz? Bizga ancha qulayliklari ko'p bo'ldi. Birinchidan mijozlarimizga hisob-kitobni chiqarib berishimizga narxlarini kechiktirmay chiqarib berardik. Beramiz. Oldingi holatdan ko'ra hozirgi holati yaxshi. Keyin skladlarimizga mahsulotlarimizni точно bilib beradi. Prihodlarimiz, chiqimimiz, hammasi, rasxodlarimiz, sotuvlarimiz, hamma narsani ko'rib bila oldik. Yaxshi. Agar videomizni hali tizim o'rnatmagan do'konlar ko'rib turgan bo'lsa, ya'ni ulgurji savdo, chakana savdo bilan shug'ullansa, yoki xo'jalik mollar sotadigan do'konlar bo'lsin, shularga shu HiperP tizimini o'rnatishni maslahat bergan bo'larmidingiz? Albatta maslahat bergan bo'lardim. Hipo tizimi yaxshi tizim ekan. Bizlar undan oldingi holatimizga shuncha qiyinchiliklarni ko'rdik. Hipo tizimga o'tgandan keyin ancha yengillik bo'ldi. Ishimiz oldinga yurib ketyapti. Sizlarga ham maslahatim, Hipoga o'tinglar. Hipo yaxshi tizim ekan. Shu sistemadan, shu tizimdan bizlar foydalanib kelyapmiz, yaxshi.